Labubu. Hamma joyda Labubu ko'payib ketdi. Hattoki odamlar bu o'yinchoqni 10 talab sotib olishyapti. To'g'ri, bu noto'g'ri, lekin bu pul ishlash uchun zo'r vaziyat. Va men vaziyatdan foydalanib, bugun sizlarga Labubu sotib nechta pul foyda qilishni ko'rsataman. Video davomida men Instagramdan oddiy odamlarga va do'konlarga kirib Labubu bilan sotib chiqqan va eng glamnisi nechta pul foyda qilganimni sizlarga ko'rsataman. Video davomida guvoh bo'lishingiz mumkin. Labubu bilan sotish oson bo'lmadi, lekin men bu ishni uddaladim. Ko'p vaqt yo'qotib o'tirmasdan birinchi bo'lib O'rizor bozoriga kelib oldim, chunki Optim o'yinchoqlarni O'rizor bozoridan olsa bo'lar ekan. Hozir ertalab soat 8 bo'lish kerak edi, lekin kimdirlar kech qolgani uchun biz hozir 11 da уже mana O'rizorga kelib oldik. Hozir ichkariga kiramiz, sekin уже boshlaymiz videomizni. Video qiziqarli chiqadi degan umiddamiz. Sekin ichkariga kirib ketamiz, ketdik. Hozir O'rizor ichiga kirib oldik. Havo vashshi suv, lekin bu narsa bizga pul topishni hech qanaqasi xalaqit bermaydi. Hozir biza narx-navoni surishtirishni boshlaymiz. Shu Labubu nech pul turadi, Optim joylarga kirib, sekin qarab, hamma joy analiz qilamiz. Keyin eng arzon joyga kirib, o'sha joydan sotib olamiz. Bu ishda menga Abdurashid o'rtog'im yordam beradi. Hozir ichkariga kirib ketgan. U bozorni juda yaxshi biladi. Qayerda nima sotilishini biladi. O'shani o'zim bilan bugun olib oldim. Video davomida bizani qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Biz ketdik. Birinchi bo'lib 10 ajjalga o'tib oldik, chunki hamma o'yinchoqlar 10 ajjalda bo'ladi. Shuning uchun Labubularimizni ham o'sha yerdan topamiz deb o'yladim. Hozir 10 ajjalga kirib oldik. Oldin mana bu ko'p narsalar bo'lar, cho'ti yig'ishtirib tashlashibdi. Boshida tanimadim o'tib kelib. Do'konlar ham yopiq deb o'yladim. Mana ko'rsatgan bilasiz, yopiq o'xshaydi. Hozir endi bitta-bitta kirib chiqamiz, narxlarni bilib olamiz. Ketdik. Va Labubularimizni qidirib men birinchi do'konga kirdim. Birinchi do'konda har xil assortiment ko'p edi, lekin narx to'g'ri kelmadi. Narx 65 ming edi. Bu biz uchun juda ham qimmat, chunki biz ham Optimga, ham Donaga sotmoqchi edik. Va sekin Labubuni joyiga qo'yib, boshqa do'kon tomon yo'l oldik. Hozir mana birinchi do'konga kirdik. Bu do'konda Labubu narxi 60 ming so'm ekan. Optimga olsa, agar daxtga oladigan bo'lsa 70 ming so'm deyaptilar. Hozir endi boshqa do'konlarni ko'rib ko'ramiz. Bu birinchi variant bo'ldi. Birin-ketin do'konlarni aylanib chiqdik. Do'konlarda juda ham assortiment ko'p edi, lekin Labubularning ham har xili bor ekan. Yaxshi kачественности va yomon kачестволari ham bor ekan. Korobkali va korobkasizlari ham bor ekan. Hammasini o'rganib olib qidirdik, lekin yaxshi narxligini topa olmadik. Hozir O'rizor podoldan chiqib ketamiz. Bu yerda unaqa Optimga yo'q ekan, chunki hammasi qimmat ekan. So'rab surishtirib chiqdik. Bu yerda aslida shtuchni qo'lga sotilar ekan. O'shanga hozir Abdurashid kecha arzonroq Optimroq joyini ko'rib qo'ygan. O'sha joyga hozir chiqamiz, bitta ko'ramiz. O'rizor podoldan chiqib ketib, boshqa do'konlarga ham birin-ketin kirdik, narx-navoni surishtirdik, lekin arzon narx topganimizda 240 ta dona sotishlarini aytdi. Undan kam sotmas ekanlar. Bizni tushkunligiga tushmasdan yana boshqa do'konlar tomon yo'l oldik va Abdurashid meni qanaqadir tunnelli joydan sekretli joyga olib kirib ketdi shekil. Xonalarga olib kirib ketyapti bizani o'zamiz. Sekretli joylarmi deyman. Kecha kim intikalar dudilar. Degan bo'lish kerak. Labubu aka. Assalomu alaykum. O'yinchoq bor. Ha. Anaqa biz biznes qilamiz aka. Ko'rsatamiz YouTube'da qanaqa pul topsa bo'ladi. Hozir endi Labubuni olib sotamiz. Abubakir Saidov. Sizga bosib qo'ying. Bo'l. Mana akani ushlab oldim hozir. Anaqa sizlar podpiska bosib qo'yinglar. Agar mana shu Instagramning ismi nima deysan? Boshla ayt. Instagramning ismi nima? Bitta. Har doimgidek Rashid eplamayotgan ishlarni o'zim ham qilaman, bankoga olib borib. Bo'l. Jek. Ketdik. Mana aka. Oxiri qidirib eng arzon va sifatli Labubularni topdim degunimcha, ular 2000 ta partiya kelmaganligini va hozir faqatgina korobkasiz varianti borligini aytishdi. Va biz afsuski 2-3 kun kutib tura olmasdik, chunki bizga bugun kerak edi. Shuning uchun eng arzon joydan ola olmadik, lekin biz birinchi reklamamizni shu do'konga sotishga muvaffaq bo'ldik. Endi ko'rasizlar nech pulga sotganimizni. Hozir mana birinchi reklamamni oldim. Birinchi reklamamni Labubuga almashdim. Shaymani ko'rsanglar bo'ladi, kelinglar. Assalomu alaykum aka. Endi so'rash bo'lgan. Yaxshi. Do'konni aytib bering aka endi. Hop, bizning do'konimiz O'rizor bozori joylashgan bo'ladi. Stroygort 2-blok 235-do'kon bo'ladi. Hop, ofisnoy bor, bolalarga nima kerak bo'lsa, maktabdan, bog'chadan, pulni hamma nabolamiz, hamma narsa yetarli. Optimga kelishib ishlayveramiz. Mollardan muammo yo'q xudo xolasa. Ofisnoy nabolamiz, bloknotli deysizlarmi, faylli deysizlarmi, hamma plastring, kraska, bloknot, albomlarimizni, xullas hamma narsa bor. Konstavarmi, Labubu qidirayotgan bo'lsanglar, Labubuni tortsanglar bo'ladi. Men o'zim qidirayotgandim mana shu narsani.
Necha pul bor? 450 ming sotiladi. 450 ming ekan. Misal arzonchiroq degan bo'lsa, arzonchiroq variantlarimiz ham bor, 350 minglik variantlarimiz ham bor ana bodo. Bo'l, vizitkaligini men yozib qoldiraman. Blog, do'konni blogi, nomerlari ham bo'ladi. O'sha yerdan ko'rib, bemalol bular bilan ishlasanglar bo'ladi. Optimga ham, Rozinsga ham berishadi. O't qilsa bo'ladimi bular magazinlik? Yo'q, bo'lmaydi. Sen ham operatorsan, to'g'riman bilan hech qayerga bormagansan. Sekingina do'kondan chiqib, reklamaga olgan labubimizni taqib olib, boshqa do'konlarga kirishni boshladik. O'zi hech tushunmayapman, nima mana shu o'yinchoq juda populyarni bo'lib ketyapti. Menga to'g'risini aytsam, xunuk ko'rinadi, olmasdim men o'zimga. Puliga ham sal nistoyat deb o'ylayman, chunki 120 mingga kichkina narsa olish bilmadim. Sen olib bergan bo'larmiding kimdir? O'zim olmasdim. Janjal bo'lsa olib berardim. Janjal. O'zi janjal bo'layotganiga yaxshi ketyapti bu o'yinchoq. O'zinglarchi mana shu o'yinchoqni 100 ming, 120 ming poddelkasini bu original emas, olgan bo'larmi deylar, kommentariyaga yozib ketinglar. Bizlarni 2 soatlik qidiruvimiz oxiri samarasini berdi va bizni arzonroq, lekin sifatli labubu sotadigan do'konni topdik va ulardan labubularimizni xarid qildik. Labubularning narxini biza 58 ming so'mdan oldik. To'g'ri, arzonroqlari ham bor edi, lekin sifati yaxshi emas edi. Shuning uchun biz yaxshiroq kachitdik va sal qimmatroqni olishga qaror qildik. Общий hisobda biz 13 ta labubu oldik va 13 ta labubimiz bizga 754 ming so'mga tushdi. Hozircha labubularimizni oldik. To'g'ri, lekin ko'p olmadim. 13 tacha oldim. Chunki bu biznesga hali kirib ko'rmayapman. Rishanga katta riskim kelmayapti. O'shanga bir 13 ta atrofida oldim. Bularni sotib bo'lsa agar yoniga yana qo'shamiz, dastavkalarni chiqartiraman. Bu yog'ini ham sekin sotib yuboramiz. Hozir uje bozordan chiqib ketyapmiz. Chiqib ketishdan oldin an'analarga sodiq qo'ya holatda ovqatlanib olamiz birga. Rashid bilan operatorimiz mana gummaxo'rlik qilishyapti. Endi men yemayman. Yo'q, gumma emasligimni yoki bozor ovqati emasligimni asprosi men dietadaman yoki jonim bilan yedim. Juda shirin ko'ryapti ko'zimga. Dieta bo'lganim uchun, dietamni buzmaganligim uchun har doimgidek like bosib qo'ying. Plotni nonushta qo'yganimizdan keyin biz sekin uyga qarab yo'l oldik. Yo'l keyin men Instagramga kirib Labubuga profil ochib, rasmlar sekin qarab ketdim va nickname'larini profilni o'zgartirib qo'ydim. Hozir bozordan chiqib uyga keluvdi. Mana shu ikkalasi kelishim bilan janjal qilib tashadi, borib. Oxiri kenayimni avrab, pul olib chiqibdi mana. To'g'ri, aytishinglar mumkin. Jiyanlaringga ham sotasanmi deyishinglar mumkin. Endi bu biznes. Drujba, slujba. Alisher nima gap? Kelinlaring, tallalaring. Qaralaring, mana bu o'tiradigan varianti. O'tiradi, mana bunisi turadigani. Qaysi birini olasanlar? O'tiradiganmi, o'tiradigan? Hangi turadi? Bo'l. Sanchi? O'tiradigan? Bo'l, chotki pulni oldim mana. O'zi 120 ming sotmoqchi edik. Endi jiyanlarim bo'lganga mayli, endi 20 mingdan skidka qilib berdim. Da hozir bularnikini ochib ko'ramiz. Qani ket, ochilaring, ket. Hop. Efendim. Roses. Yoqdimi? Bo'ldi, sotib. Jiyanlarimga labubularimizni sotib bo'lganimdan keyin keyingi yarim soat ichida biz kontent olishni boshladik. Rashid bilan birga videolar olib, ularni montaj qilib, sekin Instagramga joylashni boshladik. Va shu vaqt ichida men hamma qiz bola tanishlarimga menda labubu borligini va sotayotganligimni yozib chiqdim. Va shunchalik kirishib ketganimdan bivshi qizimga ham yozib qo'yganimni bilmay qoldim. Hozir mana Instagramimizni chiroyli qilib oformich qilib oldik. Mana bu rasmlarni qo'yib, videolarni yasab qo'yganmiz. Bundan tashqari men o'zimni profilimda Instagramga atmetga qildim mana shu profilni. Mana shu profilga o'tib zakaz bersa bo'ladi endi. Endi Instagramdan biz trafik kutamiz, jiyanlarim kelib yuguryapti. Videoning davomida uje biz magazinlarga chiqib, o'zimiz ruchnoy sotib ko'rishga ham harakat qilib ko'ramiz. Labubularimiz narxi keladigan bo'lsa, labubularimizni donasini 120 ming so'mdan sotmoqchimiz va ko'p kutib o'tirmasdan hamma labubularimizni olib do'kon tomon yo'l oldik. Hozirgina eshitgan narxinglar bu faqatgina donaga sotib olishsa shunaqa narxga sotamiz, lekin agarda optimga sotadigan bo'lsa, где-то bir 75 ming so'mdan sotsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Hozir ham o'zi mana labubularimizni olib magazin ketyapmiz. Magazinlarga 75 ming so'mdan предлагать taklif qilib ko'ramiz. Agar ularga to'g'ri kelsa, sotishsa, sotib olishsa, biz xursand bo'lamiz. Yana kelgan anaqa ko'rsataman.
ikki xildan olganman. Mana bu yaxshisi, biz sotayotganimiz, manisi uncha yaxshi emas. Kachesi yomonroq. Bunisi arzonroqligini tushuntirib, manisini yaxshiroq qilib, qimmatroqga sotib yubormoqchiman. Narx-navolarimizni belgilab olganimizdan keyin sekin do'konlar tomon kirishni boshladik va birinchi savdoyimizni men mahallamdagi do'konimizda qildim. Olib kelaman dedim sizga ham. Mana aka, labubu, hozir vash trend bo'lyapti, uchib ketyapti. Xohlasanglar sizlar ham qoldirib ketaman. Mana uncha yaxshisi emas, kachesi yomoni. Biz sotayotganimiz mana bunisi. Yaxshiroq. Ichida paketi bo'ladi, paketdan ichib olishadi. Hozir qizili jinni bo'lyapti bunga. Agar xohlasangiz tashib ketaman, sotib ko'rasiz. Normalniy foyda qoladi. Rasa sodalashib, gaplashib oxiri labubularimizni 75 ming so'mdan qoldirib ketdik. Ular boshida ko'proq olishmoqchi edi, lekin realizatsiyaga emas, naqdga tashab ketayotganim uchun 75 mingdan ikkita doni sotib olishdi. Mahallamning magazinimga hozir ikkita labubuni 75 mingdan sotdim. Bittasidan 17 mingdan hozir foyda qildik. Keyingi qilgan ishimizda biz har xil do'konlarga kirib labubularimizni taklif qilib chiqdik. Kimga narxi va labubularimiz to'g'ri kelsa, o'sha odamga sotdik. Hozir endi bitta do'kondan chiqdik, ular sotib olishmadi. Endi tushkunlikka tushmaymiz, boshqa do'konlarga kirib yoki odamlarga chiqib sotib ko'ramiz. Aytgancha, Instagramimizdan hali hech kim yozmayapti. Videolarni qo'yganmiz, hamma narsasini qilib qo'yganmiz, оформление qilib qo'yganmiz. Videolar otmayapti, hech kim hali beri yozmadi. Instagramga hali zakaz tushmadi. Va biz yana bitta do'konga kirib, labubuyimizni 80 ming so'mga sotib ketdik. 75 ming so'm deganimizda qo'limizga 80 ming so'm berdilar va 80 ming so'mga olishlarini aytdilar. Qazilarni taxlab qo'yishlar, qazini ko'rsatib qo'yasiz. Ularga 3 ta labubu sotdik, lekin qolganlarini sotib yubormoqchi emasmiz. Chunki arzonga ketib qoldi. Biz endi sal ko'proq foyda qilmoqchimiz. O'shaning uchun klientga, odamga sotmoqchimiz. O'shanga hozir Drujba tomon yo'l olamiz. Drujbada sekin turib odamga qo'liga sotib ko'rishga harakat qilamiz. Keyingi qilgan ishimizda hamma labubularimizni qo'limizga olib Toshkent City tomon yo'l oldik. O'tda biz oddiy o'tib ketayotgan odamlarga labubularimizni sotib ko'ramiz. Cityga kelib olishimiz bilan biz sekin odamlarni qidirishga tushdik. Mana Cityga ham kelib oldik. Cityda hozir o'lja qidiramiz. Odamlarni kelib, mana shu labubularimizni taklif qilamiz. Kimga mana shu labubularimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, biz yaxshilab soqishla olamiz. Hozir 8 ta labubimiz qolgan. Hozir o'shanga 4 tadan Abdurashid o'rtog'im bilan bo'lishyapmiz. Xo'p, mana bundan oqidan olib bo'ldi. Kim tezroq sotishini ham ko'rib olamiz. Kim ko'proq sotganini bila olmadik-ku, lekin kim sota olmaganligini aniq bildik. Biz hech qaysimiz labubularni sota olmadik, chunki hech kimga kerak emas bo'ldi. Yo'qida, o'zi hamma sotib bo'lgan edi. Shu so'ragan odamlarimiz sotib bo'lgan edi, o'shanga bizdan xarid qilishmadi. Не хотите покупать лабубу? Ko'rganingizdek ancha yurib tushkunlikka ham tushib qoldik, lekin mana har doimgidek zapasli planim bor edi va biz o'sha rejani ishga soldik. 8 ta labubimiz 75 mingdan do'konga qoldirib ketyapmiz. Bu yerda nega oldik? Ikkitasini ichkarida skladda olib qolishdi. Mana buni vitrinaga berib qo'yamiz. Hisobot, okay? Rahmat aka. Okay? Ha, sizlar to'g'ri tushundinglar. Biz oxirgi 8 ta labubularimizni oxiri do'konga berishga majbur bo'ldik va do'kondagi odamlar bizga juda ham katta yordam berishdi, chunki labubularimizni olishmaganda bizda ostatka bo'lib qolib ketishi mumkin. Ko'rganingizdek, hamma labubu o'yinchoqlarimizni sotib yubordik. To'g'ri, oxirgisi juda ham omadli bo'lib qoldi. O'zi ko'rdinglar, biz Instagram profil ochib qo'ydik. Instagram to'g'ri, biz zo'r qilib yurmaydik, faqatgina video qo'yib qo'ydik. Rezultat kutdik. Bu noto'g'ri, yurmasligi aniq edi. O'tdan sota olmadik. Klientlardan sotamiz deb o'yladik. Oddiy shu kelayotgan mijozlardan. Ular sotib olishmadi. Bizani qilgan xatoyimiz, meni fikrim, o'sha magazinga tarqatishni boshlayotganimizda to'xtatib qo'yganimiz bo'ldi deb o'yladim. Mana 8 ta olgan odam juda ham bizga omadli bo'ldi. Shu 8 ta olgan do'kon. Bu do'konni men zapasnoy plan qilib kecha gaplashib qo'ydim. Mabodo biz sota olmay qolsak, qaqqa ketqizaman degan maqsadda mana shu do'konni gaplashib qo'ygan edim. O'shanga shu do'konni sotib yubordik. O'zi vobshe bunaqa bizneslarga kirishni men hech kimga tavsiya qilmayman, chunki biznesni likvidniy payti juda ham kichkina bo'ladi, kam bo'ladi. Shuni hisobiga hype o'tgandan keyin sotilmay qoladi, odamlar qiziqish qolmay qoladi. Bu biznes, mana bu biznesni popitga o'xshaydi yoki oldin spinnerlar chiqqan edi, shu bizneslarga o'xshaydi. Ular ham o'zi qolib ketdi, hech kim sota olmaydi. O'shanga bunaqa bizneslarga pulinglarni tikib investitsiya qilmanglar.
Videomiz davomida Issiqda bozorda yurganimiz, Instagram uchun kontent olganimiz va do'konlarga kirib labubularimizni sotganimizga guvoh bo'ldinglar. Lekin endi eng qizig'iga kelsak, 2025-yilda labubu biznesini qilib nechpul foyda qilsa bo'ladi. Umumiy hisobda labubularimizni sotib, biz 1.230 ming so'm aylanma qildik. Shu summadan labubularni tan narxi 754 ming so'm ayirib tashlasak, bizda 476 ming so'm sof daromad bo'lyapti. Bilaman, sizlar ham menga o'xshab pul topishni juda ham yaxshi ko'rasizlar. Shuning uchun sizlarda hozir shunaqa возможность bor. Agarda shu video davomida sizlar men necha marta labubu so'zini ishlatganimni sanab, kommentariyaga birinchi bo'lib yozsanglar, men o'sha kommentariyadan bitta odamni tanlab olib, kartasiga 100 ming so'm o'tkazib beraman. Undan tashqari labubu o'yinchog'ini tekinga sovg'a qilib yuboraman. Shunaqa kontentlarimiz ko'payishi uchun bizani like, podpiska bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Bizga juda ham bu motivatsiya beryapti. Ko'proq mana shunaqa pulli, soqqali kontentlar qilishimizga sabab bo'lyapti.